Tarkibni aytib o'taman. 99-raqamda Nazir Nurullayev, 9-Hamud, 9-esa Amir Hamidov. Bugungi raqib esa MFC Alliance uchun juda ham jiddiy raqib. Juda ham jiddiy raqib. Bular tom ma'noda to'g'ridan to'g'ri aytib o'tamiz. Gallar maydonga chiqib kelishmoqda. Hozirgina Lutfulla To'rayevni ko'rdingiz. Lutfulla To'rayev hatto terma jamoamiz ishtirokida Osiyo Kubogi bahslarida qatnashgan. Shuningdek, bu tarkibda siz Sanjar Tursunovni ko'rishingiz mumkin. U ham Osiyo Kubogi bahslarida ishtirokchisi. Demak, brutality Brutality'da ikki tomondan bittadan o'yinchi chiqib keladi. Qismi MFC Alliance tarkibida Vitaliy Denisov borligini ko'rdik qaytomoqda, lekin u ko'rinish bergani yo'q va Brutality'ni boshlab beradigan jamoa aynan MFC Alliance jamoasi. Biz Lutfulla To'rayev ketdi. Bu haqida sal keyinroq ya'ni mana bu jarayonni ko'ramiz. Zarba amalga oshirildi va hisobni ochmoqda. Hakida bulitlar seriyasi, lekin bizda o'yin boshida hakida durang natija bo'lib qolsa, bulitlarga ahamiyat berishadi. Va hozir agar Sanjar Tursunov boshladi yurishni, raqibga qarshi darvozabon oldiroqqa chiqmoqda. Tursunov esa afsonalar hozir darvozani ishg'ol eta olishmadi. Ko'ramiz Sanjarning harakatini. Darvozabon vaziyatni bartaraf etdi. Nazir Nurullayev turibdi darvozada. Qarab turib, balki murabbiylar ham deyishimiz mumkin bugungi kunda. Uzatmoqda Pardayev tomonga. Pardayev sof hujumchi edi. Ichkariga kirganda yiqitildi aniqroq va penalti ishladi qo'yilmaqom tarzda Bahodir Pardayev. Ishlashni ham biladi, penaltini ishlay oldi. Pardayev hisobni tenglashtirmoqda 1-1. Zarbani esa ishonchli tarzda amalga oshirdi. Bu tom ma'noda hujumchi shu penaltini ishladi deyiladi. Mana bu yerda Rahmonovga yaxshi pas bo'ldi. Rahmonov ajoyib tarzda to'pni sherigi uzatmoqda. Qulay vaziyat edi, bundan foydalanish kerak edi Asadbek Asadov. Markazga tashlanayotganda yo'nalishni yopishga muvaffaq bo'lishdi Alliance o'yinchilari. Hujum rivojlanmoqda, variantlar bor o'ngda chapda zarba bor. Ajoyib yurishni amalga oshiryapti. Rasman qilib aytadigan bo'lsak 1-2, chunki rasman mezbon maqomidagi jamoa bu UFO Legends. Yaxshi yurish bo'ldi. Birinchidan qarang, darvozabondan long ball orqali Lutfulla To'rayevga borganda, To'rayev markazga tashlanyotganda aynan mana shu 5-raqam egasi Firdavs Iskandarov to'pni egalladi. O'zi yurishni amalga oshirdi markaz bo'ylab. Shahboz jarima maydoniga kirish arafasida Erkinovni yiqitishdi. Mana u yirik planda bizga namoyish etilyapti. To'p oldida turgan o'yinchi Ibragimov. Xo'sh, aylantirib yuqori 9likka tushiradimi? Joli devor qo'yildi, darvozabon narigi nuqtani yopgandek. Aziz! Ibragimov to'pga birinchi teginishimida buni. Ko'ring, yana bir bor ko'raylik. Qani, mana bu mahorat endi qadrli do'stlar. Mana bu mahorat. Yosh ulg'ayaversin, tezlik pasaysin, jismoniyat pand berishi mumkin, lekin mahoratni hech kim olib qo'ya olmaydi. Klikbol maydonga tushirildi. Klikbol maydonga tushirildi. Hisob 2-2 qadrli do'stlar. Qoidaga ko'ra mana shu shuni kutib turishganmidi? Legends o'yinchilari, Legends vakillari. Endi aytmoqchi edim. Ko'k to'p bu klikbol. Birinchi taymning oxirgi 3 daqiqasida o'yinga kiritiladi. Ikkinchi taymning so'nggi 3 daqiqasida ham xuddi shunday holat. Va qadrli do'stlar, mana shu to'p bilan gol urilsa, bir emas, ikkitaga hisoblanadi. Hozir 2-2 bo'lib turgan bo'lsa, Shorahmedov pasi, Shahboz Erkinov chiroyli tarzda o'tkazib yuboryapti va kim bu? Anzur Ismoilov. Kamoliddin Mirzoyev himoyada. Mana bu zarba xavfli chiqqandi. Media penalti shartiga yetib keldik. Ya'ni to'xtovsiz jarayon davom etadi. Media penalti 3tadan zarba amalga oshiriladi. Boya Brutality'da foydalandi va bu seriyada g'alaba qozongan tomonga ham bitta gol taqdim etiladi. Afsonalari ko'p.
Xo'sh, chap oyoqda berilgan zarba. Chiroyli nishonlanmoqda. Penaltida Zufar Islomov zarba beradi deb berilgan ekan. Hushtak chalindi, ruxsat berildi. Aziz Ibragimov. Yana shu Zufar Islomov kelyapti. Alyans MFC Alyans jamoasida boya chap oyoqda berilgan zarba. Bu safar ham Zufar chap oyoqda zarba amalga oshiradiganga o'xshaydi Islomov. Yuqoridan ko'ramiz bu jarayonni. Ruxsat berildi. Zarba bor. Jiddiy ishonchli chap oyoqda shunchalik kuchli zarbasi bor ekan. Zufar Islomovni qoyil. Ham o'tkazayotgani yo'q, tayyorlanib ham turgani yo'q, boryapti, tepyapti. Va o'ziga xos tarzda nishonlab qo'yapti Zufar Islomov. Gattuzosi edi Haydarov. Ruxsat bor. Tepadi Haydarov, mutlaq imkoniyat qoldirmayapti. Vaholanki darvozabon Nazir Nurullayev yo'nalishni topdi, ammo Haydarov yuqori 9likka mana bunday bo'ladi zarba deb tushirdi, joyladi, qo'ydi. Yana bir bora bir o'zi kurashyapti 3 ta futbolchiga qarshi. Lekin uchinchisida ham yutqizgani yo'q. Media penalti vaqtida kelib hamma zarbani chap oyoqdan amalga oshirdi. Hammasi kuchli chiqdi. Faqatgina mana shunisida darvozabon yo'nalishni topdi. Yaqinroq tashlash kerak. Mana bunday. Hop, bitta. Ikkinchisi esa chap oyoqdagi zarba ustunga tegyapti top. Yaqinlashib keldida u chapaqay asosan chap qanotdan hujumlarda ishtirok etadigan o'yinchi edi. Ahmad Ubaydullayev jamoasi vakili edi vaqtida. Lekin undan avval Osiyo Kubogi 2008-yil San'at Shekhovning yig'lagani ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Oho. Tortuga tilganda keyinchalik darvozani Islom To'xtoxo'jayev yosh kattaroq bo'lgan futbolchi. Mana bu zarba xavfli. Qo'yib berishdi mana shu zarbaga. To'rayev. Yuqoridan Pardayev tomonga. Pardayev! Zo'r ochildi. Yana bir bor ko'ramiz. Sanjar Tursunovning to'pzochi. Hop. Lekin amalga oshirildi. Qoyil. O'tdi. To'rayev Lutfulla gavda bilan saqlab qolyapti va bu Lutfullaning eng ustun tomonlaridan biri. Aniqlik va yana aniqlik. Lutfulla To'rayevda bu yuqori darajada. Markazda boshqarishganligi bejiz emas. Va bu yerda ustalikka ahamiyat bering. Gavda bilan yopdi. Boya birinchi taymda esingizda bo'lsa, Shodiyev zo'r ochildi. Mana bu gol bo'lish kerak. Bo'ldi ham shu gol. Nodirbek Shodiyev ushlab turdi, o'rtaga tashladi. Aslanov esa ro'parasidagi o'yinchidan o'tkazdi. Oyog'iga to'pni bir-birlariga qoldirib ketish, kombinatsiya. Bilasizmi, bundan avvalgi lahzalarda ayrim joylarida Alyans vakillari bir-birlariga e'tiroz bildirayotganliklarini ko'rdik, lekin hozir o'ta yuqori darajada bir-birlarini tushungan holda harakat qilishdi. Davom etadi hujum. Tursunov aldab o'tyapti. Yo'q. Mana bunday bo'ladi kombinatsiya. Lekin Alyans o'yinchilari qanot hakamiga borib e'tiroz bildirishni boshlashdi. Aslida nima bo'ldi u yerda? Gollari bilan. Xo'sh, mana shu yerni ko'raylik. Hop. Bu yerda nimaga e'tiroz bildirishni to'g'risi tushunmadim. Chiqib ketgani yo'q. O'yinda qolyapti, hammasi joyida-ku. Yo'q, bu yerda e'tiroz noo'rin. Hammasi o'z o'rnida. Hay. Hosil qoladigan darajada bo'lmayapti. Ko'ramiz. Bilasizmi, mana bu kadrda aniqlashtirib olish qiyin edi. Bunisida ham qiyin. Bu boyagi kadr. Bu Aziz Ibragimov emas, Shahboz Erkinov shekilli. Xullas penalti belgilandi. Penaltidan esa Nodirbek Qo'ziyev aniq tarzda zarba beryapti. Hisobni 6-4 ga yetkazmoqda. O'ta kuchli zarba. Bu ham chapaqa ekan.
Aziz Ibragimov u yog'iga yana va bu hafta gol. Zohir Pirimov o'rtaga tashlayotgandi to'pni. Vaqt yetib keldi. Klikbol 3 daqiqa, so'nggi 3 daqiqa. Yuqoridan uzatilayotgan to'p. Ikkita golga umid bor edi hozir. Xo'sh, yaxshi vaziyat, zarba. Ikkinchisi bormi? Bor va hisob 7-6. 7-6. Qo'yib berishdi hozir. Ancha xotirjamlikka berilib ketishdi Legends vakillari. Natijada biz Asadbek Asadovning golini ko'rmoqdamiz. Mana buning o'zida gol bo'lishi mumkin edi. Albatta, Asadov bu zarba edi, qadrli do'stlar. Unga borini tashlayapti. Alyans vakillari, lekin mana bunday zarba bilan to'p uzoqlashtirib yuborildi. Klikbol vaqti tugadi, qadrli do'stlar. Shu bilan birgalikda uchrashuv ham yakuniga yetdi. Jangovar o'yin ko'rdik. Ikkala tomon ham klikboldan bir marotabadan foydalanishdi. Bahs esa 7-6 hisobi bilan Legends O'zbekiston futbol uyushmasi afsonalari foydasiga hal bo'ldi.